AQShda bir qiz tungi paytda uyga qaytayotgan paytda orqasidan shubhali bir shaxs ta'qib qilayotganini sezadi va undan qochish maqsadida qo'shnisini uyiga kirib ketadi. Shubhali erkak uyning egasiga har xil bahonalarni aytib qizni tashqariga chiqarmoqchi bo'ladi. Jeyson, eshikni tezda och, bu odam meni ta'qib qilyapti. Yo'qol! Jin ursin. Hoy, bu yerdan ket. Hoy, yaxshisi uni tezda tashqariga chaqirgin. Yo'q, bu yerdan ket deyapman. Yo'q, men hozir politsiyani chaqiraman. Senga aytyapman, yaxshilikcha bu yerdan yo'qol. Tezda uni tashqariga chaqirgin. Biz bitta narsani topishimiz kerak. Tez uni chaqirgin. Yo'q, u tashqariga chiqmaydi. Sen bu yerdan yo'qolishing kerak. Yo'qol, ket. Men senga takroran aytyapman, u menga bir narsani qidirishga yordam berish kerak. Tashqariga chaqir uni. Yaxshilikcha bu yerdan yo'qol deyapman senga. Men o'ylashimcha, u kalitni tushirib qoldirgan. U shu atrofda kalitni yo'qotib qo'ygan. U o'z kalitini yo'qotib qo'ygan. Senga aytyapman, uni tashqariga chaqirgan. Kalitdan tashqari o'zini bank kartasini ham yo'qotib qo'ygan. Tushunyapsanmi? Bank kartasini yo'qotib qo'ygan. Bo'ldi, tamom. Biz politsiyani chaqiryapmiz. Bu erkak qo'shni qizni hayotini saqlab qoldi. U eshikni ochmasdan shubhali erkak bilan qulflangan eshikni orqasidan turib gaplashdi. Tashqaridagi erkak kishining maqsadi bitta, nima qilib bo'lsa ham eshikni ochtirish. Begona va shubhali shaxslarga eshikni aslo ocha ko'rmang. Maqsadimiz bunday noxush holatlarni oldini olish va odamlarni ogoh qilishdir. Biz xavfsizlik haqida gapiramiz. Kanalimga obuna bo'ling.